bitta kayfiyatsiz xodim sizni marketingga sarflagan barcha pullaringizni chippakka chiqarishi mumkin. Tasavvur qiling, siz kontent oldingiz, chiroyli bir reklama paydo qildingiz, blogerlar bilan hamkorlik qildingiz va uni marketingda target qildingiz. Bu narsa sizni do'koningiz yoki restoraningizga juda ko'p mijozlar oqimini paydo qildi. Lekin mijoz do'konga yoki restoranga kelganda xo'mraygan ofitsiantni yoki xo'mraygan sotuvchini ko'rdi. Nima bo'ladi natijada? Barcha qilgan harakatlaringiz zoya ketib, mijoz sizdan xafa bo'lib ketadi. Natijada u qaytib kelmaydi. Mijozni restoranga chaqiradigan narsa reklama. Lekin sotadigan narsa bu u yerdagi muhit, atmosfera va xodimlarning kayfiyati. Xodimlar kayfiyatini qanday ko'tarib turishni bilish uchun esa bizning sahifamizni kuzatishda davom eting. Agar marketing sohasida katta yutuqlarga erishib, biznesda boshqaruvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, Sorbonne universitetiga o'qishga keling. Bu yerda sizni 2-kursdanoq o'z yo'nalishingiz bo'yicha ishga joylab qo'yishadi. To'liqroq ma'lumot uchun kommentga plus belgisini qoldiring.